bu yerda nevaralarim ko'p marta kopta o'ynashadi. Yo'dima, ol. Yo'q, olmayman, nega olar ekanman? O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Boqaq, sol. Nimaga ketadi? Yig'laydi. Sendan ayrilib, qanday yashayman endi? Seni yeyman degan ekan, ular yalinib unga yig'labdi. Voy! To'xta ey parovoz, shoshma bir nafas. Konduktor tormozni bosib tur birdam. So'nggi bor onamga salom beraymen. Meni ko'rib qolsin mehribon onam. Maftun buldum güzel bir canamga. Voy oying o'rgilsin, Azimjon. Keldingmi, bola? Ha, to'xta. O'sha jodugaringdan kechmagunicha diydoringni ko'rmayin. Yo'qol. Dalil iqror. Ro'molcha. Yoningda bo'lsa qaytarib bersang, yo bu yerda yo'qotib qo'ysang, yo xotiningni qo'lga tushsa, janjal chiqarib yuradi. Nechun iboli qahramonim, chapdast qochib qolding. Isnoddan tayin. Birgina umidim nabiramdan, vatanimdan bir ishqim. Komil Yarmatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egirar choynak. Bordi-yu unga derazadan kallang bilan pastga sakra deganingda, ikki dunyoda ham sakramasdi. Yashash aziz hissi dilda kezganda, vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Qora ko'zim kelmadim. Men ishonaman. O'zbek adabiyotning kelajagi porloq. Bu buyuk